Assalomu alaykum, karavan kuzatuvchilar. Aziz obunachilar, karavan do'konimizga yangi bir kishilik adyollarimiz keldi. Ko'rishingiz mumkin. O'zi ham naq 35 xil rasvetkamiz bor. O'zi ham o'ta qalin keldi. Shunaqa go'zal keldi. Rasvetkasi adnatonilarni ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli. Adnatonlisiga e'tibor qilamiz aziz obunachilar. Shunaqa qilib palasalar tushirilgan. Shunaqa chiroyli o'zi ham qani burtgan. Ichiga o'yilmagan burtkanda o'zi ham mana. Ajoyib svetlarimiz, bagati svetlarimiz bor. Bir kishilik qo'sh qavatli ikki tomonlama bo'ladi aziz obunachilar. Bu qalindan, yupqasidan bas aziz obunachilar. Yupqa bas bu qalindan. Rasvetkalari bor. Mana qisqacha obzor qilib qo'yapman. Juda chiroyli olgan. Ko'ring, yartillashini ko'ring aziz obunachi, xirabasda o'zi ham. Bu yartillaydi o'zi ham. Turishini ko'ring mana uni. Juda chiroyli omil ekan. O'yma gullar nima deyapti? Yangi 26 modalar aziz obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Xohlagan svetlarim bor. Aziz obunachilar, bolalarimizga yaxshilarimiz bor. iPhone'da qanday chiroyligini, iPhone bidish olmasi bor o'rtasida mana. Juda chiroyli, go'zal. Bular divanga solinganlarni xudo xohlasa inshaalloh tashlashga harakat qilaman. Bir kishilik adyollarimiz qalin. Kilosi taxminan 1 kilo 800 dan 1 kilo 900 atrofida bo'ladi. Har xil chiqadi. Aziz obunachilar, juda chiroyli bagati svetini ko'ring, o'yma gullarini ko'ring aziz obunachilar. Bular nima deyapti? Uyda divanda shunaqa chiroyli turadi, mazza qilib, sintetikasi yo'q, tirsilamagan aziz obunachilar, tirsillamaydi. Adnatonilar ko'ringlar, adnatonilar qani juda chiroyli omil ekan. Hozir biz ozginadan ilib qo'ydik buni. Mana aziz obunachilar, sizlarga qisqacha video qilish uchun mana juda chiroyli. Har xil rasvetkamiz adnatoni juda chiroyli turadi omil ekan. Bir kishilik qo'sh qavatimiz. Ikki tomonlama bo'ladi aziz obunachilar. Xitoydan keltirilgan, bu O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydi aziz obunachilar. Brend Koreya, mana ko'rishlaringiz mumkin aziz obunachilar. Bir kishilik qalin adyolamiz boshqalarda adyolga o'xshab yupqa yo bo'yi kalta emas. Buni Xitoyga borib 1 kilo 300, 1 kilo 400, 1,5 kilogacha qilib kelib bir kishilik deb arzon qilib sotishyapti. O'shalarga aldanib qolmanglar aziz obunachilar. Kilosiga e'tibor qilinglar. Chunki bu narsa Xitoydan kiloli aytiladi, 50 grammiga ham farq qiladi. Nomi bir kishilik ekan, o'zi ulug' ekan, surpasi quruqligini bilmaysiz, olavermanglar adashib. O'shaning uchun qalinligiga e'tibor qiling aziz obunachilar. Qalinligiga e'tibor qiling buni. Ham sifatiga e'tibor qilinglar buni. Pullaringga olasizlar. Kimdan olsanglar, mendanmi, boshqa joydanmi? Mana qalinligiga e'tibor qilib, mazza qilib yotasizlar. Yaxshi tushlar ko'ryapsizlar, allergiya bermaydi. Kimga shunaqa bir kishilik qo'sh qavat adyollarimiz kelsa, bemalol adminkalarimizga telefon qilasizlar. 12 ta viloyatga dastavkalarimiz bor. Aziz obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Karavan korxonasi har doim sizlarga xizmatlaydi. Sog' bo'lasizlar.